ishqibozlari ekran qarshisiga yaqinroq kelinglar. Mana navorotlarini bitta qarang, W210 3.2 litrli motor turibdi, radnoy motori. Mana qaranglar. Sidenalari elektronniy, sidena pametlarigacha bor, ikki holatlarini qarang. Zo'r holatda bo'lib turibdi. Mana sidena holatlarini ham yaxshilab qarang. Xo'p, mashinamizda dajani oldi oynalarini yuvadigan funksiyalaridan tortib, elektronniy sidenalar, dajani bokovoylari ham elektronniy yopiladi, avtomat korobka, monitor, AMG tablolarda. Xullas mashinamiz polniy farsh deydi-yu, lyuklarigacha bor. Mana vidini qaranglar. Terskiligini. Sizga mana bu kichkina Afrika diskalar bor-ku, xunuk bo'lib ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Aka, bitta mana blok diskalarda tasavvur qilib ko'ring. Tetik bo'ladi. Restyling, baribir ham restyling deb 3.2 VIN kodini ursangiz ham shu motor turibdi. Texpasportida ham shu motor turibdi. Lyuklarigacha bor. Mashinamiz yaxshi. Motor, ходовой korobkalari hamma joylari butun deb aytyaptilar. Menimcha shuni olib haydab yuborasizmi deyman. Xo'p, narxi nechpul? $11,400 ko'ndirib oldim. $11,400 bosib yuborsanglar bo'ladi. Ya'ni realniy pulinglar bo'lsa, egalariga telefon qilib, gaplashib, maslahatlashib, tekshirib, xarid qilsanglar bo'ladi.